ish. Jannatda eshigini ushlaymiz-ku, ruchkasini inshaalloh. Halqami, ruchkami ushlaganimiz ish o'shanda tugaydi ekanlar. Siz bilan mendan zo'ri ham tugatalmagan ishni. Tugamaydi bu. O'lsa ham tugamaydi. Nabarot ishni haqiqiysi o'lgandan keyin boshlanadi. Hatto hayotga javob berish kerak, qilgan ishlarga javob berish kerak. U problema ham. Ish gap qisqasi jannatda eshigi ushalganda endi ish tugaydi. Nima demoqchiman? Ish tugamaydi akalar. Unga boray, to'y, futbol, mashinalar bilan o'tirish, ish, panonim bor, pukunim bor. Ota-ona uyda o'zi yakka o'tiradi, qarigan 50, 60, 70 yashar. U bizni ikkita nonimizga emas, mehrimizga zor bo'ladi. Mana endi tushunyapsiz hozir. Bolamiz bizni 3 soatda sog'insa, biz bolamizni 30 minutda sog'inamiz.